Sotuvda DAF XF Euro 6 bor akalar, 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Bu 480 taligi. Mashinaning holati perigon holatda, hali O'zbekistonda ishlamagan. Yurgan masofasi 823 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon ichki holatlarini ham videoda ko'rsangiz bo'ladi. Idealniy holatda turibdi. Avtomat korobkada. Baklari faqat bitta. Bu tomonda 9 litrli bak bilan jihozlangan. Adblulari 100% ishlaydi. Balonlari ham 100% yangi. Mana tigachchi oldi balonlarning holatini ko'rsangiz bo'ladi. Bu tigachchi orqa balonlarining holati. Ana endi tigachchi narxiga keladigan bo'lsak, narxini egalari 44 ming AQSh dollar deb aytayaptilar. O'zlari bilan kelishilgan holatda olishingiz mumkin. 40 ming 500 AQSh dollarga savdosi bo'lgan ekan, bermagan ekanlar. Qo'shsangiz menimcha beraversalar kerak. Bu videoga like bosib, mana shunaqa DAF Euro 6 ni ideal narxga forestanishlarga jo'natib qo'ysangiz hamma uchun manfaatli bo'ladi. Manzil Namangan viloyati Chus shahrida turibdi. Boshqa sotuvdagi furalarni biz Telegramdagi kanalimizda topishingiz mumkin. Telegram kanalining linki Instagramda qoldirilgan. Bosadigan bo'lsangiz avtomatik tarzda o'tib ketasiz. O'zbekiston bo'yicha barcha sotuvdagi furalar Telegram kanalda.